Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqiy Turkistonning Qashqar shahrida Edka masjidiga yaqin yerdagi bir masjidning qahvaxonaga o'zgartirilganligi oshkorlandi. Vivskisiga Xitoycha qahvaxona deb yozilgan bo'lsa-mu, lekin ichida bir nechta turlik aroqning tizib qo'yilganligi va ularning ba'zisining ochiq ko'rinib turadiganligi bildirildi. Gretsiyaning poytaxti Afinada o'tkazilgan xalqaro jiu-jitsu musobaqasida 13 yoshli Uyg'ur qizi Adila Oshurova chempionlikka erishdi. Qozog'istonga vakolatan musobaqaga qatnashgan Adila tunji qatim chempion bo'lib oltin medalga erishgan. Xalqaro jinoiy ishlar soqchi tashkiloti Interpolning bosh kotibi Jorgen Stok Xitoy doiralaridan 29 sentyabrdan buyon izlariga bo'lmagan Interpol raisi Min Hongwei haqida tushuncha berishni talab qildi. Bosh kotibi Fransiyaning Lyon shahriga joylashgan Interpol raisining yo'qolib ketganligi 5-oktyabr e'lon qilingan va soqchilar bu vaqtda tekshirish olib berishni boshlaganligi bildirilgan edi. Hindiston parlament a'zosi Amar Ingirsek chegara qo'shnisi bo'lgan Pokistonda kun sayin echiyotgan Xitoy ta'sirining zararli chekimlik yo'li orqali Hindiston armiyasiga qilingan uzun mezgillik yo'qotish strategiyasi ekanligini aytdi. Xitoy Pokiston iqtisod koridorining kirish eg'izi bo'lgan Givadarda bir Xitoy mahallasining qurilishimi yerlik baluvchilarning noroziligini qo'zg'agan edi. Hindistonning Bombay shahrida o'tgan 10 oyda 90 kishi cho'chqa zukumi sababli hayotidan ayrildi. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, yanvardan buyon cho'chqa zukumi deb atiladigan H1N1 virus sababli 90 kishi hayotidan ayrilgan. 30 dan ortiq kishi cho'chqa zukumi virusi bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin deb qaralib, balnisga ilingan.